Seni joning kerak menga, hayoting kerak. Terroristlar qisqa muddatda yo'q qilindi. Xalqning ko'ksiga qalqon bo'lib turgan sarhadimiz posbonlari ularning g'araz niyatlarini yankib tashladi. Dushmanni yer bilan yakson qildilar. O'zbek askarlarining kuch-qudratini nazarga ilmagan bu g'alamislar ishchivarani xom sanaganliklarini tushunib ham ulgurishmadi. Har yili tuman markazida xotirasini abadiylashtirish uchun sport musobaqalari o'tkazilib kelinadi. Ko'ksimda o'q qo'yib nimtalar, badanimda qora tikon timtalar, tepamda bayrog'im hilpirar, qaytib onamni ko'rarmikanman, didoriga to'yarmikanman. Ziyodulla Qo'ldoshovning xotirasi abadiy qalbimizda qoladi. Güzel qurayotgan armiya qudratli armiya bo'ladi. Eng zamonaviy armiyalarni standartlariga mos keladigan, kerak bo'lsa ancha muncha aytalik, zo'ravonlarni aqlni kirgizishga qodir bo'lgan armiya bo'ladi degan fikrni men aniq shuni aytib, g'urur bilan aytmoqchiman. O'zbek xalqini mana shunday himoyachisi paydo bo'layapti. İlhamım uyg'ondi, keldi bir g'oya, aytayin sizlarga bitta hikoya. İlhom cho'lg'aganda jangchi qalbini, avval yozarkan do'stim qadrini. Unutmam sizni aziz do'stlarim, unutmam sizni. Bo'ldi Sarosiyo uzun tog'lari, ajalni ko'zlagan kishtut bog'lari, qizlarni majburan ochgan quchog'i. Dushman charxlar edi bizga pichog'in. Unutmam sizni aziz do'stlarim, unutmam sizni. Yosh go'dak bollarni olib garovga, yovlar qo'riqlardi bermay birovga. Shu topda ko'zlardan hayajon ketdi.